Özülməz riştə Uyğur munbiri. Amerika Uyğur Akademiyası 2026 yılı 7 ayının 25 günü Virginia ştatı Fairfax şəhərinə joylashgan Uyğur mərkəzində Özülməz riştə Uyğur munbiri temasida bir günlük ilmi muhokama yig'ini ochdi. Amerika Uyğur Akademiyası təşkilləgan bu yig'in mushu mavzudagi tunji qitimliq ilmiy faoliyat bo'lib, akademiklar, tədqiqatçılar, Uyğur cəmiyyəti və yosh avlodlarni bir yerga cəm qilib, bugungi kunda muhojiratdagi Uyğur duch kelayotgan muhim masalalarni hal qilishni maqsad qiladi. Uyğur madaniyatini qo'g'dash va zamonaviy taraqqiyotning kesishgan nuqtasini ko'radigan holda ilib berilmoqchi bo'lgan bu yig'in xalqimiz jiddiy ehtiyojli bo'lgan bilim va uchurlarni ta'minlashni maqsad qiladi. Bu yig'inning burunqi yig'inlardan alohida farqi bo'lsa, u faqat vatandagi zulmlarni anglatish bilan qolmay, balki Uyğur jamiyatining o'z kimligi va madaniy meroslarini qo'g'dishi bilan birga qanday qilib o'zlarini hozirgi zamon fan texnikasi bilan qurollantirib, iqtisodni yuksaltirib, korxonachilik va keyingi avlod rahbarligi orqali go'zal kelgusi barpo qilish imkonlari to'g'risida muzokara olib boradi. Doktor Rishad Abbasning ichilish so'zi bilan boshlanadigan bu yig'in jami 4 bo'limdan tarkib topgan bo'lib, har bir bo'limda 3 mutaxassis o'zi tanlagan bir temani markaz qilib doklad sunadi. Har bir so'zlugchi 15 minut doklad bergandan keyin 10 minut yig'in ahlining savollariga javob beradi. Uyğur kimligini qo'g'dash bosh temasi ostidagi birinchi bo'lim Uyğur tili va madaniyati duch kelayotgan xiristlar va fursatlar to'g'risida bo'lib, doktor Fayzullah Zaydunning riyosatchiligida 3 mutaxassis bu temani cho'ridab muhokama olib boradi. İctimai insonshunos, tarixchi va Erkin Osiyo radiosi sobiq oliy muharriri doktor Asad Sulayman apandim muhojiratdagi Uyğur to'pliqi, voz kechilmas kimlik va qechib bo'lmas xiristlar temasida so'zlaydi. Yaqinda Harvard universitetining tarix va ijtimoiy insonshunoslik kasblari bo'yicha o'qib, to'liq kursni bitirgan va bakalavrlik unvoniga alohida sharaf bilan erishgan Kavsar Yasin xonim Uyğur tadqiqoti, madaniyati va tili sohasidagi yoshlar tashabbuslari degan temada so'zlaydi. Harvard universitetida Uyğur va Chag'atay tillari bo'yicha o'qituvchi bo'lib ishlayotgan doktor Gulnar Aziz Yulg'on xonim raqamlik davrda Uyğur yeziq meroslarini qo'g'dash, qo'lyozmalar, aslama va diaspora bilim sistemasi temasida so'zlaydi. Tilni qo'g'dash faqat til jihatdagi tirishchanlik emas. U shaxslarni o'z ajdodlariga bog'laydigan, tarixiy haqiqatni saqlaydigan va o'zgacha dunyoviy merosning davomlashishiga kapolatlik qiladigan chidamchanlik harakatidir. Hammamiz bilgandek, til va madaniyat har qanday jamiyatning hayotlik manbasi. Ammo navbatda Uyğur kimligi dunyoda misli ko'rilmagan darajada sistemalik tahdidlarga duch kelmoqda. Bu yig'in diaspora ichidagi Uyğur tili, adabiyoti va madaniyat an'analarining jiddiy ahvolini ko'zda tutib, mutaxassislar va ma'arifchilar til va madaniyatning avlodlar aro yetkazilishidagi xiristlarni muhokama qiladi va Uyğur meroslarini muvaffaqiyatli holda saqlab kelayotgan raqamlik ona til maktablari, madaniyat bayramlari va ko'p vositalik arxiv qatorliq yangilik yaratish xarakterlik asosiy qatlam tashabbuslarini o'ttirg'a qo'ydi. Zamonaviy texnika bosh temasi ostidagi ikkinchi bo'lim fursatlar, xiristlar va Uyğur xalqining kelgusi to'g'risida bo'lib, doktor Erkin Sidiqning riyosatchiligida 3 mutaxassis bu temani cho'ridab muhokama olib boradi. Kaliforniya shtatining Berkili shahridagi Lawrence Berkili davlatlik tajribaxonasining tadqiqotchisi doktor Barachan Achinuq apandim ko'rinmaydiganlarni yoritish, davlatlik tajribaxonalarning eng ilg'or kuch tadqiqoti va keyingi avlod olimlar temasida so'zlaydi. Yaqinda Carnegie Mellon kompyuter fanlari maktabini bitirgan Altekin Voit apandim raqamlik kelgusi, sun'iy aql, texnika va Uyğur diasporasi temasida so'zlaydi. NEC laboratoriyalari Amerika media analiz bo'limining yuqori darajalik muavin tadqiqotchisi doktor Turg'un Qashqari sun'iy aql modellarini qanday a'lolashtirish kerak degan temasida so'zlaydi. Ilg'or texnika, sun'iy aql va raqamlik nazorat qilish texnikasi Uyğur xalqiga qarshi qurol sifatida ishlatilgan bo'lsa-mu, bir vaqtda ular bizning o'zimizni kuchlantirish uchun misli ko'rilmagan qurollar bilan ta'minlaydi. Bu bo'limda mutaxassislar bu qo'sh reallik to'g'risida to'xtaladi. So'zluvchilar raqamlik nazorat va bostirishning xavf-xatarini tahlil qilib, diqqatni fursatlarga qaratadi.
tarixni arxivlashtirish va til o'rganish uchun sun'iy aqldan foydalanish va xalqning ovozini anglatish uchun raqamli tashviqotni kuchaytirishning ahamiyati ustida to'xtaladi. Texnika ikki bisliq qilich bo'lib, ilg'or texnikalarni egallash, navbatdagi raqobatda utib chiqish va mavjudligimizni saqlash uchun intayin muhim. Raqamli yangilik yaratishni egillash bo'lsa, dunyoviy ta'sirlarning ochquchi. Bu bölümde mutaxassislar hozirgi zamon texnikasi orqali o'zimizni kuchlantirishning muhimligi to'g'risida to'xtaladi. Korxonachilik va yangilik yaratish bosh temasi ostidagi 3-bölüm tayanch Uyg'ur jamoati barpo qilish to'g'risida bo'lib, doktor Abdulaziz Abduqodirning riyosatchiligida 3 mutaxassis bu temani cho'ridab muhokama olib boradi. Deep Star'ның icraiya müdiri ve reisi Şakir Şemsiye efendim, yangilik yaratish, korxonchilik va tavakkülçülük məbləği silish temasida so'zlaydi. İqtisod fanlari doktori, Sahiya sistemasida məbləğ boshqaruvchisi, Massachusetts shtatidagi Ommaviy institutining taklifli professori doktor Qaysar Mijit efendim 3 xil egilik tiklash temasida so'zlaydi. Programma müdiri Loma Linda Tibbiy Universiteti professori doktor Akbar Sherif efendim kasbiy tibobat, sog'lomlik, donolik va uning keyingi avlodlarga bo'lgan ilhomi temasida so'zlaydi. Iqtisodiy mustaqillik, tayanch, jamoatning asosi bo'lib, Uyg'ur diasporasida korxonachilikni ilgari surish orqali o'zimizning moliya, ekologiya sistemasini qurib chiqib, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dashga mablag' solg'ili va yoshlarimizga unumli kasb yo'llarini yaratib bergili, eng muhimi o'zimizning mavjudligini saqlab qolg'ili bo'ladi. Bu bölümde nutq so'zlaguvchilar korxonachilik, yangilik yaratish, kelgusi kasblarni tanlash qatorliqlar orqali o'zimizni kuchlantirish va tayanch Uyg'ur jamoati barpo qilish ustida to'xtaladi. Keyingi avlodlarni kuchaytirish bosh temasi ostidagi 4-bölüm rahbarlik, kimlik va muvaffaqiyat to'g'risida bo'lib, Roshan Abbas xonimning riyosatchiligida 3 mutaxassis bu temani cho'ridab muhokama olib bordi. Los Angeles Birleşme Mektep rayonidagi ma'arifchi va to'liq o'rta maktab mudiri doktor Nurnisa Qurban xonim kona odatlarni yo'qotishdan yangicha usulda o'rganishgacha ma'arifning Uyg'ur ko'chmanlari va yangi avlodlarning kimligini yaratish va madaniyat meroslarini shakllantirishdagi roli degan temada so'zlaydi. Yaqinda Kornell Universitetining hukumat va ommaviy siyosat kasbini bitirgan Zilola Anvar xonim Uyg'ur munavvarligi uchun yo'l ichish, Uyg'ur yoshlarining aynak o'gizini buzib tashishi degan temada so'zlaydi. Virginia shtatining Fairfax shahridagi Mehribon onalar ona tili maktabining qurg'uvchisi va mudiri Surayya Ablamet Qashqari xonim tunji avloddan keyin o'z vataniga oyoq bosmagan bolalarning qalbida Uyg'ur kimligini qanday yetildirish kerak degan temada so'zlaydi. Izchillikni kafolatlantirish uchun yoshlar o'zlarining kimligini yuk deb qaramasligi, balki kuch manbasi deb qarash kerak. Bu muhokama yig'ini yoshlarni Uyg'ur jamiyatini qo'llash va dunyoviy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish uchun zarur bo'lgan ishonch, yetakchilik to'g'ri va rahbarlik mahorati bilan ta'minlashga markazlashganlik uchun intayin muhim. Uyg'ur jamiyatining kelgusi butunlay Uyg'ur yoshlarining zimmasida. Qandaqla bo'lmasin, diasporadagi Uyg'ur yoshlarining ko'pinchisi murakkab qo'shkimlikni boshdan kechirib, ajdod meroslarining umidini g'arb jamiyatida cho'ng bo'lish realligi bilan ta'minlashtirib kelmoqda. Bu bölümde ustozlar, yosh boshlamchilar va yangilik yaratuvchilar bir yerga jam bo'lib, kimlik biriktirish, ruhiy sog'lomlik, akademik munavvarlik va siyosat, akademik va puxralik jamiyatida rahbarlik rolini qanday joriy qildirish to'g'risida muzokara qiladi.